Uzun PHP darsidagi 14-chi qism PHP'dagi post. Post o'zgartirish miqdori asosli sonliq uchur jadvali forumniki mahsulotning qiymati post bo'lgandan keyin uchurlarni to'plashga ishlatildi. Umi bir sonlar gruppasi bo'lib, mazmuni HTTP post usuli orqali yo'llangan o'zgartirish miqdori nomi va qiymatidan iborat. U orqali yo'llangan uchurlar tor ko'rgishning adres qismida ko'rinmaydi, shunga bexatarlik talab qilgan parol qatorliq uchurlarni yo'llashga bo'ldi. Uningda yo'llangan uchurning sig'im cho'ngligiga qarata hech qanday cheklimi yo'q. Qanchalik cho'ngliq hujjatni yo'llasak bo'laverdi. Men kod qaraydigan bo'lsak, mahsulot qiymati buniki post bo'lgan holatda hamma bu ikki dona kirgizgichni o'rnatib, buningga ism va yosh qiymatni berganda, buningga biz yo'llasak, motor ko'rgich ko'rgan adresi musholatda bo'ldi. Men get yo'llagan vaqtimizda holatda, masalan, name tang deb bunda qiymatlar chiqdi. Buningda name mardan anondan keyin age tang 26 degandek maqomat chiqdi. Lekin ma post yo'llagan vaqtimizda bu xil qiymat chiqmaydi. Anonki buning qiymatini o'qigan vaqtimizda ma holatda, ya'ni dollar belgisi ost siziq, anonki post ma u 2 dona o'tir tirnoq, anondan keyin ma u 2 dona qo'sh cheket o'tirsiga hamma yerdagi ma name deganning ismi degandek anonki ma u iko chiqarish belgisi. Ma requestni oldin qism darsimizda o'tdik. Mail get olsun, post olsun, mail kopiya olsun, hammasini o'qishga bo'ladi.